Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Akalar, bugun Saidjon akamda ikkita oq bor ekan. Bir uya narmoday, bir uya lekin sotiladi. Narxi 500 ming so'm. Hozirda o'zlari uchib tushib yuribdi ekan. O'yinini tikkalamadi uka dedi. Lent o'ynab yuribdi ekan. Lekin ota-onasi o'ta qattiq uchadi. Onasi yerdan urib chiqib ketadigan, otasi tepada o'ynaydi ekan. Otasi qo'shtiq, onasi chubat, lekin ikkalasi ham chubat ekan. Videoda ko'ringlar. Agar kimgadir ma'qul kelsa, aloqa chiqarasizlar. Kaptarlar jala quduqda. Akalar, mana shu ikkalasi ota-onasi, chubatsi onasi, qo'shtiq otasi. Hozir jo'nalarni ham ko'rasizlar. Saidjon akam kaptarlari. Hozir ham uchib yuribdi ekan. O'zlari chiqib uchib yuribdi dedi, unaqa kuylaganim yo'q deyapti. Lekin mana shunaqa xudo xolasa o'yinni qattiq ketadi. Uchirib turish kerak lekin. Shu modas, mana shu otayotganlar. Qiziqqanlar bo'lsa 500 ming deyapti narxini. Xudo xolasa bizning kanaldan chiqsalar sal kelishtirib beradi. Mana shu ikkalasi. Berigisi mod ekan, orqadagi nar ekan.